Assalomu alaykum podpishchilar, hurmatli og'aynilar. Mana Moskvada daraxtlarim gullab qolgan. Bu nak meva darag'i gullab qolgan. Mana marhamat bir video qilib 5 minut taylab qo'yaylik. Moskva, Ruzovskiy rayon, Dorixova. Shular posyolkada sezonda kelib ishlab ketamiz. Mana shunda sistemalari bor. Mana shu gazonlarni o'rish kerak. Mana video qilib, shu daraxtlarning aslini tozalab qo'yaq, shu dehqonchilik ham saddovnik, dom rabotnik deganday 5 minut video qilaylik. Mana shu yerda, mana domikda nachivat qilamiz, kunda o'tkazamiz shu yerda jotib. Og'aynilar, mana shunday sistema joylari mana. Ish ko'p, naval ish to'la qaynab yotir. Bu yerda bahor kelgan, bahor kelibdi. Mana olma daraxti gullagan. Polni kecha daraxtni ahaklab kraskalab chiqdim. Mana bu yerda sliva bor. Slivani ham ostlarini tevib, tozalab, parib taylab, ahaklab normalni o'z holiga keltirib, mana shu shaklda mana shunday teritoriya. Mana yoqda yana bir slivasini video qilaylik. Buni qora sliva o'rik deymi, nima deydi, uzunidan. Shu pishay bergan to'g'ilib qoladi. Prosta buni atrovotka qilib chiqdik. Darilab bo'ldim. Polnisda bundan bir 3 kun oldim. Bundan aslan tozalash kerak edi. Bugungi vaqtimiz bo'lmadi, javob qoldi. Mana teritoriya, mana bu yerda olmalar gullab yotir. Hamma taraf. Mana bu yerga katta uy quriladi. Mana shu 15-20 mayda firma keladi. Fundamentni quyib ketdi. Firma kelib, brusdan uyni ko'taradi, taxtadan. Shuni ham video qilib nasib bo'lsa olib boraveramiz, tomosha qilasizlar. Mana shunday sostoyana. U ne Butovkada bolalar yashaydi. Mana shunday joy. Ishlaydigan joyim. Yana babay nachalligimning uyi. Mana domiga esa Sabr TV'ning uyi. Shu yerda paka kunda o'tkazaveramiz. Uy gideta 11 ga 9 mana shunday. 11 ga 9. Bir etajli uy bo'ladi ekan. Bruslarda olib kelsa yana ularni ham video qilaman. Podpishchilarimiz video tomosha qilib, zerikmasdan taylayveramiz, chunki mana shunday ishlar bo'layotir. Javon jo'yapti bu yerda. 4 minut video qilaylik bo'ladi mana shuni. 4 minut javon jo'yapti. Teritoriya katta, har 1 gektar bor. Shuni bo'lingan ekiga bu yerga endi kattasi nachalnikning katta o'g'li joy solyapti. Nariyoqqa maydasi bu yil solar ekan. Stroyga guruhimiz ketadi. Urra. Xiro. Hurmatli og'aynilar, mana bu yerda ko'l bor, baliqlari bor. Baliqlarga ham ovqat taylab turamiz. Mana girdini, polni, gazonni porядка qilib o'riladi. Mana shunday ish planlarimiz bor. Mana hali havo issiq bo'lsin, yana baliqlarni jaqin qilib video qilayman. Tomosha qilasizlar nasib bo'lsa. Javob qoldi. To'g'ri 5 minut video qilayin. Olma daraxtlarni ham kantovka qilib to'g'rilab qo'ydim hammasini. Mana shaxsalarni polnisi jo'vatib jag'ish kerak. Videoni oxiriga qadar ko'ringizlar, like обязательно bosingizlar, podpiskani unutmang. Video polnisida через 2-3 kunda video ketaveradi. Stroyka, ageretniy ish, har xilda videolar bo'lib turadi, nasib bo'lsa. Hammaga omad, deni sog' bo'lsin.
Like'ni bosib, podeshkada bo'linglar. Podeshkada gazini basa beraylik qana. Nima bo'lar ekan pastlar oxir jilg'ada shu bu. Hammaga omad. Videoni ko'ringizlar, like'ni bosinglar.